balki boshqalarga ham ilhom ulashayotgan yoshlardan biri Sitora Ayupova. U Bekobod shahrida tug'ilgan. Bolaligidan ranglarga oshno bo'lgan Sitora uchun rasm chizish oddiy mashg'ulot emas, balki hayot tarzi, qalb ehtiyojiga aylangan. Har bir chizig'ida ma'no, har bir rangida hissiyot mujassam. Vaqt o'tib, bu qiziqish puxta bilim va mahorat bilan boyib, uni professional ijod yo'liga olib keldi. Tasviriy san'at bilan shug'ullanib kelaman yoshligimdan. 7 yoshimda musiqa maktabiga borganman. Rasm ko'p chizganim sababli juda ham qiziqardim. Onamlar o'zimiz uyimizga yaqin joydagi musiqa maktabiga qo'shimcha darslarga berganlar. O'sha paytdan qiziqib, ijod qilib, hozirgi kungacha o'qishlarda o'qib, Chirchiq davlat pedagogika universitetini tamomlab, 20-musiqa va san'at maktabida dars berib kelyapman. O'qish jarayonimda turmushga erta chiqqanman. Farzandlarim bilan birga o'qishga borardim. Darslarni qoldirmasdan o'qishga harakat qilganman. Kichkina chaqalog'im bilan darsga borardim. Hozir 2 yoshga to'ldi. O'qishda ham o'tgan yili 2025-yil tugatdim. Ham oila, ham o'qish birga bo'lgani uchun sal qiyinchilik tug'dirgan, lekin uydagilar ham qo'llab-quvvatlab o'qishimga yordam berishgan. Uning darslari oddiy o'quv jarayoni emas, bu ijodiy fikrlash, erkin tasavvur va o'ziga xoslikni shakllantirish maktabidir. Sitora har bir o'quvchisiga individual yondashib, ularning ichki salohiyatini ochishga harakat qiladi, chunki u yaxshi biladi, har bir bolada o'ziga xos iste'dod yashirin. 2017-yildan beri Bekobod shahar 20-bolalar musiqa va san'at maktabida yoshlarga o'zimning bilimimni berib kelyapman. Shunaqa kichkina bolachalar keladi, 5-6 yoshli. Ularga ham o'zimda bor narsani o'rgatishga harakat qilaman. O'zi ijodkorlar hammasini xarakteri boshqacha bo'ladi. Ular bilan o'zini dunyosi bo'ladi. Shu dunyosiga, xarakteriga mos muloqotda bo'lish kerak. Harakat qilaman. Har bitta o'quvchim bilan chin dildan suhbatlashib, ular nima xohlayapti, qanday ijod qilishni xohlashadi. Qahramonimizning bugungi ijodiy izlanishlari vitraj san'ati bilan chambarchas bog'liq. Yorug'lik va ranglar uyg'unligida yaratilgan bu asarlar go'yo jonlanib, tomoshabinga o'z hikoyasini so'zlab beradi. Har bir vitraj asar bu nafaqat san'at namunasi, balki sabr va nozik did mahsuli. Tasviriy san'at yo'nalishlari juda ham ko'p. Hamma yo'nalishlarida ijod qilib ko'rganman. Asosan oxirgi paytlar vitraj yo'nalishida ko'p ijod qildim. O'sha vitraj yo'nalishida o'zimning shaxsiy ijodiy ko'rgazmam bo'lib o'tdi Chirchiq shahrida. Ayol qalbi bahor ifori nomli ko'rgazmam bo'ldi. Ko'rgazmamda ko'proq o'zimning ijodiy muhitimdan kelib chiqib ishlaganman. Ijodiy ishlarimni ham ona bola asarlarimdan biri Ayol qalbi degan asarim bor. Gullar juda ham chiroyli bir shu ayollarga mos bahoriy ijodiy ishlarim bilan qatnashdim. Hozir namuna qilib ko'rsatgan bo'lardim. Hali ham ko'rgazma davom etyapti. Yana 1 oy davom etadi. Chirchiq shahar Kimyogarlar madaniyat saroyida ijodiy ishlarim turibdi. 2026-yilda O'zbekiston badiiy ijodkorlar uyushmasiga a'zo bo'ldim. Aynan shu uyushmaga ham vitraj yo'nalishi bo'yicha ijodiy ishlarim bilan qabul qilindim. Vitrajda bu asosan oynalar bilan ishlanadi. Rangli oynalar o'zidan yorug'lik taratib, o'sha oynadagi rasm yorug'lik orqali butun xonaga, atrofga taraladi. Shaffofligi, o'zini nur taralib turuvchiligi bilan ajralib turadi. O'zi asosan uni ishlash texnikasi umuman boshqacha. Oynalarni har bittasini bo'laklarga bo'lib, rangli oynalar bilan ishlanadi. Hozir biz asosan ashyo bilan ishlaymiz, o'sha maxsus bo'yoqlar bilan ishlaymiz. Juda ham kamayib ketyapti kundan kunga vitraj, mozaika yo'nalishida ishlash. Shuning uchun shu vitraj yo'nalishini yanada rivojlantirish uchun harakat qilyapman. Hozir asosan o'sha oynani o'zi bilan ham ishlashga harakat qilyapman. Rustam Xudoyberganov vitraj yo'nalishida ham ko'p ijod qilib, ko'p bizga namunalar ko'rsatib qo'yganlar. Ularning ijodini hurmat qilaman. Hozirgacha ham darslar, bilim olib kelyapman. Sitora Ayupova o'z suhbatida san'at uning hayotida qanday o'rin tutishini, har bir asar ustida ishlash jarayoni qanday kechishini, eng muhimi esa yoshlarni ijod qilishga qanday ruhlantirish mumkinligi haqida fikr yuritdi. U san'at orqali inson o'zini topishini, o'zligini anglashini alohida ta'kidlaydi. Ko'p hollarda o'zim bilmagan holda qandaydir o'xshab qoladi. Ko'p o'zimga o'xshaydi. Qachonki o'sha surat tugaydi, o'z nihoyasiga yetadi, qandaydir o'zimga o'xshatib qo'ygan bo'laman yoki yaqin insonimga, farzandlarimga o'xshab qoladi ba'zida ijodiy ishlarim. O'zimni farzandlarimga ko'p asarlarim eskizlarda shundaycha qolib ketdi. Hali ishla olganim yo'q. Ko'p eskizlarim bor. Ularni hali bir asar qilib yaratishga imkon topa olganim yo'q.
Xudo xohlasa o'sha eskizlardagi asarlarimni chizib tugatib yana yangi ko'rgazmalarda asarlarim bilan qatnashmoqchiman. Mana bu yerdagi ijodiy ishlarimni ko'rishingiz mumkin. Dars jarayonida shu o'qish davrimizda naturshitsa, natyurmortlar ishlaganman. O'zimning ijodiy ishlarimni asosan shu xonaga qo'yganim maqsadim ham o'quvchilarimiz ko'rib, o'rganib, yana o'zlari ham ishlashga harakat qilishsin deb chiroyli qilib ilib qo'yganmiz natyurmortlar. Mana misol uchun natyurmort o'quvchimiz ishlagan. Bu yoqda maslini kraskada natyurmort chizganlar. Bu rasmimda kuz faslini tasvirlaganman. Asosan bu rasmimni hozir bahor, lekin kuzda sog'inamiz baribir ham. Shuni sog'inib, eslab, kuz faslini, shu qizargan daraxtlarimizni, tog'larimizni, salqin havolarni eslab ishladim. Ozgina qoldi tugash jarayonida o'sha qismlarni, mayda qismlarni, detallarini ishlab tugatyapman. Maktab direktori esa Sitora Ayupovaning nafaqat ijodiy salohiyati, balki insoniy fazilatlarini ham alohida e'tirof etadi. Uning aytishicha, Sitora jamoaning eng fidoyi, tashabbuskor va o'z ishiga mehr bilan yondashadigan xodimlaridan biri. U o'quvchilar bilan ishlashda sabrli, e'tiborli va ilhom bera oladigan ustoz sifatida hurmat qozongan. Ayubova Sitora o'qituvchimiz 2017-yildan beri maktabimizning tasviriy san'at yo'nalishi bo'yicha yosh avlodga dars berib kelmoqda. Bu o'qituvchimiz o'zini tirishqoqligi, mehnatsevarligi hamda o'zida doimiy ishlashligi bilan ajralib turadi. Ustozlarimiz orasida eng iqtidorli o'qituvchi yoshlarimizdan. Bizning Mishqona san'at maktabimiz ijodkorlar maskani. Agar ijodkor o'z joyida ijod qilishdan to'xtab qolsa, u o'sha joyda depsinib qoladi. Shuning uchun bu o'qituvchimiz doim o'z ustida ishlab boradi. Mana yana yaqinda bir katta ijodiy shaxsiy ko'rgazmasini tashkil qilish ustida ishlayapti. Doim dars paytidan tashqari doim o'z ijodi bilan shug'ullanadi. Buning uchun ana yurtboshimizga rahmat. Barcha sharoitlarimiz bizning ustozlar uchun, ijodkorlar uchun yaratilgan. Bemalol erkin ijod qilishlariga sharoitlar yaratilgan. Yosh bo'lishiga qaramay juda ko'p shogirdlar tayyorlagan. Mana bugungi kunda o'z shogirdlari bilan turli xil xalqaro ko'rik-tanlovlarda, respublikamizdagi ko'rik-tanlovlarda barchasida faol qatnashib, albatta qatnashganda ham faxrli o'rinlarni qo'lga kiritib kelmoqda. Bugungi kunda mana ustozimiz birinchi o'qitgan shogirdlari maktabimizni bitirib, o'rta maxsus bilim yurtlarini bitirib, oliygohlarga kirib, bitirib bugungi kunda hamkasb bo'lib ishlamoqda. Yosh bo'lishiga qaramay, shuning uchun bu iqtidorli o'qituvchimizni o'ylaymanki, kelajakda ham yuzlab, minglab shogirdlar yetishtiradi.